5. qism. Ada! Ahir keldin ha? Seni bek sığınıp ketdim. Kunda ismini çaqirsam sen kelmedin. Endi seni görüp bek xush bo'lib ketyaptim ha, jinim Ada. Gülzar Ruxsarning bo'yniga esilib, to'xtamay so'zlaydi. Ruxsar Ada, va'dangda turib meni sevib qo'ymamsan. Ma'qul o'maqsinglar. Ruxsar yaproqdek titrayotgan lavlarini singlisining mangziga yaqdi. Obdan keldingmi qizim? Yo'lda toza qiynalgansan a. Obdan keldim ana, qiynalmadi. Ruxsar o'ziga qarab yig'lab o'tayli deb qolgan onasining qishig'i badi. Chamadonni qo'yib, 1 yillik tashnoligi bilan onasini quchoqladi. Ko'zlar yig'lab, yoshlar qo'shilmoqda. Bir-birini ko'rishga taqozo bo'lgan yuraklar unsiz shivirlamoqda edi. Bo'ldi qizla onasi, yig'lavermisa, boshqalar qarayotidi. Ana balaga qarab ko'ngli buzilgan Sadir Ravab titrangi ovoz bilan lig'irlab qolgan ko'z yoshlarini yanglari bilan surtdi. Demisimi Salima bilan Ruxsarning hech nimadan bexabar holda quchoqlashganicha uy tatib yig'lashlari bekatga kirayotgan, safar so'mkalarini vagonlardan tushirayotgan kishilarni o'ziga qaratqizgan edi. Mundaqli qarab o'tib ketayotgan kishilarning ko'zlarida o'xshash bo'lmagan hislar chaqnaydi. Ba'zi ko'zlarda bu baxtlik ona balaga hurmat chaqnasa, ba'zi ko'zlarda tengirqash va hayronlik aks etadi. Bu tengirqashlar alla kimlarning mushunda quchoqlashib yig'lab ketishgidek ko'rishmagil qanchalik bo'lgan bo'g'aydi degan o'ylarining to'g'rilishiga sabab bo'ldi. Toksikilit uyga qarab yurayotganda apsi bilan o'rishib degidek hadisining yenida o'ltirib olgan Gulzar akilab so'radi. Albatta, bak chiroyli. Sening maktabingdami chiroyli? Maqtab ketganni qarab tur. Men mutirishib o'qib, sening maktabingdami chiroyli maktablarga berib o'qimaydigan bo'lsam, xat. Gulzarning kepidan kulki ko'tarildi. Tazima ushiqning xafa bo'lib ketishlariga nima dey endi? Ruxsar ta'tir qaravagan Gulzarning mangzini o'tib oldi. Shuning uchun maktabda texmi yaxshi o'qigansinglar. Yaxshi o'qisang o'zing degandek chiroyli oliy maktablarga bora olaysan. Ular quyosh tumanlarning orasiga o'zini yo'shirishga boshlaganda uyga yetib keldi. Hangviqib qarab o'ttamay, qo'pslar dadasi, ig'ildiki qarpaqlarni olib chiqib, g'achchada so'ysalar. Qizimizga hodiq yetdi. Toza o'qish to'pi shurpi qaydatay. Voy, isim qursin onasi. Boyli tehi isimdi bati. Birdamdala unutib qolganimni qarasla. Hey, bu qirilik degan narsa. Sadir Ravab o'ltirgan yeridan qo'pib, o'rikning ochmiqiga ilib qo'ygan chulvurni oldida eg'ilga qarab mandi. Ana, dadam qani? Hujra uyga chamadonlarni o'rlashtirib qo'yib chiqqan Ruxsar o'rikning tuviga o'rak qo'layotgan onasining nima qilayotganligini bilolmay so'radi. Dadingiz nega ketadi? 1 yildan beri sizga atab baqqan qari paqlarni bog'lab ep chiqib, hozir so'yidi. Shunga eg'ilga kirib ketdi. Salimaning gapi oyoqlashmay, Sadir Ravab qari paqlarning bo'yniga silingan chulvurni tatqinicha eg'ildan chiqdi. Oy Salimaxon, mush hayvonga qo'noqda oz beringlar desam unamay, samirsin deb chiq bersizlar. Bayotimning yoqi menga tutuq bermay, holimni oz qo'ydi. Gunohni qo'noqqa otib qo'ymizlar Sadirxon. Qirib qapla. Bir paqlang'imi kushtir yetmagandiki mana. Sadir Ravab Salimaga kulib qo'yib, paqlanni ko'lab tayyor bo'lgan o'rakning qishig'i akeldi.
bayatdan beri dadisi bilan onasining kulkilik gaplariga masliga kelib qarab turgan Ruxsar dadisining paqlarni jiqitib putlarini bog'lashga tutinganini ko'rib jiddiylashgan holda so'radi. Paqlarni so'yamsiz, dada? Ha, qizim. Sizni kelsa so'yib beramiz deb atab qo'ygan edik. Bugun vaqt soat kelib, buningmi ajali to'shdi. Bo'ldi, dada, so'ymang. Yana bir mazgil beqib bo'dalganda bozorga olib setib pul qiling. Bo'lmaydi, qizim. Buni seni deb baqqan tursak, so'ymasak zoti bo'lmaydi. Sadir Ravab qiziga eg'iz o'malatib turishiga Salima Ruxsarga dedi. Shu qizim, onangizmi sizni kasi o'ltirib, o'xshitib, sho'rib qaytib beraman deb kunda necha qatim bo'g'iz berib keldi. Rahmat abba, dada, sizlarning Allohdan meni deb qo'yninglar. Biroq meni keldi deb unda qilsanglar, men baxtli bo'lib qoladi ekanman. Bo'ldi, so'ymayli-chi. Ruxsar qari paqlarni so'yishga faqatla unimadi. Salimamu qiziga gap yugizmaydiganligini bilib bo'ldi qoldi. Bu Ruxsarning tunchi qitim onasining gapini anglamasligi bo'ldi. Biroq bu boshta-boshliqlikda bir o't, bir muhabbat lavildab kuyatdi. Sadir Ravab bir qiziga, bir paqlanga qarab etib, chulvirni yeshivatdi. Qari paqlan o'limdan qutulganiga xush bo'lgandek sakrab taqlig'inicha eg'ilg'i shukirdi. Kunlar shu tariqada o'tmaydi. Ruxsarning ta'til qilib kelganiga yarim oy bo'ldi. Bu yarim oyda u nurg'un ishlarni qildi. Kunda degidek onasi bilan paranglashib, so'zlab bo'lolmaydigan gaplarni deyishdi. Gulzorga yetakchilik qilib, ta'tillik topshiriqlarni ishlatdi. Balalikning talay aslimlarga shahid bo'lgan chig'ir yo'lda qong'ichi o'ynadi. Kanat kutubxonasiga berib, kitob o'qib, bilim xumar, qalbidagi yuksak intilishning savdosini bosdi. Adilaga haftada 1-2 qatim degidek telefon qilib, uzoqqa mungdashdi. Maktabda bak bilinmaganda qilgan bilan Ruxsar ta'til jarayonida o'zining Adilaga bakla ichakishib qolganligini his qildi. Bugun yesining bozor kuni bo'lg'achqa Ruxsar singlisiga bir narsa ep berish uchun bozorga kelgan edi. Tinchlikmi adash? Voy tasqapdiman sen tunyanmag'ili. Qarag'anda markaziy shaharning havosi sana bakli xil kapti jumo. Qara umaqliqinga. Umaqliq nazokatinga nazokat qo'shib, boshqacha chiroyli bo'lib ketibsan emasmi? Gulzorga somka ko'rayotgan Ruxsar o'ziga to'xtamay so'zlayotgan ayolga qarab hayron bo'lganicha turib qoldi. Odatdagicha kiyingan, qaramtil chiroyiga kulki yugurtib qarayotgan ayolning o'zini adash deb so'zlashlari Ruxsarni bakmo ajablantirdi. Kim bo'g'itdi bu? Meni xato tanib qoldimi ya? Ruxsar diltug'i bo'lib, teg'ich so'zlayotgan ayolga salom qildi. Voy Ruxsar, qarag'anda meni tanimagan o'xshamamsan? Yot bir odamni ko'rgandek turib ketding ya. Ayolning ovozidan na nazokat, na muloyimlik ko'rinmaydi. Xuddi bug'doy so'rish mashinasining qishida turib, gapini anglatolmay vaqirayotgan odamning bom buzib aytilgan so'zlarga o'xshaydi. Rostdan desam, sizni faqatla taniyolmadim. Kechiring. Ruxsar qizarganicha kechirim so'radi. Voy, qara juvoy nimakni? Yuqori yerlarda o'qib elib, endi odam tanimas bo'lib ketganmi? Voy, men Zuhra emasmi, Zuhra? Zuhra? Ruxsar hayronlikda o'zining bozorda ekanligini unutib vaqirib etdi. Ha, men Zuhra. Sening yaqin do'sting Zuhra men shugo. Ruxsar uningga qayta tikildi. Bu rostala Zuhramidi? Vaqtsiz qo'riq tushgan yuzlari, gaz yog'liqidan chiqib qolgan oq aralashgan chachlari, sulg'unliq to'kilib turgan kirpiklari Ruxsarni bu ayol
Zöhra deganga faqatla ishondirmayotdi. Oy, rostili kechir adash, seni faqatla tanimabdiman. Qanday yaxshitiryapsan? O'ylab baqsam, seni ko'migili saq 5 yildek vaqt bo'pti-a. Ruxsar damalliqqa to'g'andan keyin seg'inish va echinish aralashgan hissiyoti bilan Zuhrani quchoqladi. Yuzlarini uning eriklashib, kepaklashgan yuziga yaqdi. "Ha, shu. Hanim bo'stunuding endi. Qanday turatdim shu kunlarim erimning ashtamig'ini etib, o'g'limni beqib degandek o'tibadi. Ha, ras, seningchi? Qarag'anda ta'til qilib kelgan o'xshamamsan?" "Ha, ta'til qilgan adash. Esim qursin, gap bilan bo'lib ketib, seni bir yerga taklif qilishni unutibman. Shira, oshxonaga kirib bir piyoldan qiziq choy ichgach paranglashayli." Ruxsar Zuhraning unimg'iniga unimay, qo'lidan so'rab degudak oddiy bezalgan yezi oshxonasiga ib kirdi. "Nima yeysan? Bugun seni rosa mehmon qilmasam hisob emas." Oshxonaga kirib joylashib olgandan keyin Ruxsar Zuhradan so'radi. "Ha, ay ko'ngling nimin tasi shuni buyurtqana? Maqsad tamoq ish bo'lmagan ekan-a? Maylamsa, o'zim xohlagancha buyurtay-a." Ruxsar kütkichini chaqirib, go'sht palovidan 2 kishilik va 2 kichini cho'chirib buyurtdi. Yana boshqa tamoq buyurtmoqchi bo'lgan edi, Zuhra unimay turib oldi. Alahazal 5 minutlardan keyin buyurtgan tamoqlarimiz chiqdi. "Qani baqa adash." Ruxsar Zuhraning piyolasiga choy quyg'ach, takalluf bilan dedi. O'ra chiqib turgan polo odamning ishtahasini ochadigan masalik cho'chura ikkisining ishtahasini qo'zg'adi bu. Aytavur, ikki do'st gap so'zsiz holda tamoqini yeyishdi. "Oh, ajabmi issiq bosdi desam, cho'chura." Zuhra peshonasidagi tarni yengi bilan surtib, o'zini o'rindiqqa tashladi. Ruxsar ichkisi kammida bo'lg'ay. Amdi yerim bo'lgan cho'chirini oldiroq surib gap ochdi. "Mana saq 5 yil bo'pti adash, to'liq o'tirig'i kirdigan chaqda bir qitim ko'rgancha, ikkinchi qitim mana 5 yildan keyin ko'raman deb o'ylabmi baxmagan ekanman. Sabirkam bilan tirsnay achamlar yaxshi turyotamdi. Voy, menmi shu adash? Dadam qiz bola degan o'qib nima qiladi deb shuncha yolvirsammi, to'liqsizdan 3-yilligiga chiqqanda maktabdan chiqarib elib, 2 yil uyda tug'izgandan keyin ma'qulligimni olmayla Savut bankining o'g'liga o'ylab qo'ydi. Boshda toza yig'ladim. 1 yilgacha yo'ldashimga ochiq chirayim ochmadim degina. Biroq bir kunlik xotinning 100 kunlik mehriba degandek, o'g'limga homildor bo'lgandan boshlab bu erimga mo amrahim bo'lib qoldim. Samat garchi mendan saq 12 yosh cho'ng odam bo'lsa-mu, menga bek kuyindi. Uydiklarimga kelsam, ularni yaxshi turyotdi. Cho'ng uyga har qatam borsam, dadam, "Qizim, seni o'qitmay, aqlimga poq yetdikanmi? Nadonliq ko'zimni to'sib olibdikan. Meni kechirgin" deb o'ksinib qo'ydi. Biroq endi deganning nima foydasi, nima amal bor deysa adash. Hay, bu kechki tushib bo'ldik, endi keynimizga yenib, yo'qotgan vaqtlarni qaytarib akagili bo'lmaydi-da. Mana o'g'limmi 2 yoshga kirib qoldi. Turmushimizni voy degidek bo'lmasimi endi, ammo shu Samatning tirishchanligi bilan qisnib qolmay o'tyapmiz. Men bu turmushdan rozi. Biroq bir ishga bek afsuslanaman adash. Zuhraning gapiga kirib ketgan Ruxsar nimaga degandek uningga qaradi. Zuhra allaqachon sovib qolgan choyni ichibdi. Balkim nimaga deb o'ylayotgansa adash. Sana desam, mushu majburiy ma'rif degan narsa men to'liqsida o'qiyotgandan mukammalroq bo'lgan bo'lsa-edi, dadamningmi meni maktabda o'qitmasligiga amali bo'lmaydi. Men bu to'liq o'tirdi o'qib, sen o'xshash oliy bilim yurtlariga borgan bo'lsam, bu kichik turiblam bir oilaning ayol xo'jayini, ma umaq o'g'limning onasi, yo'ldashimning kuyimchan xotini bo'lmagan bo'lardim. Taqdirim bundan yaxshiroq bo'lardi balkim. Zuhra yig'ladimi yoki peshonasida
so'zlagan chaqda tapchirayotgan terlari ko'ziga kirib ketdimi, yig'liqining uchida jiyaklarini surtdi. Ruxsar Zuhraga nima deb tasalli berishni bilolmadi. Yosh turibla balaligiga qanmayla bir balaga ona, bir erga xotun bo'lib, turmushdan iborat uziksiz g'ichirlab mangdigan harviga chiqib bo'lgan do'stiga ich og'rishdan boshqa hech nima qila olmaydi. Qilalaydi degandimi, Zuhraning yoshlik bahorining ahamiyatsizlik ichida to'zib yetishiga sababchi bo'lgan ideyasi qatmal bag'irtash tadisidan nafratlanaydi xolos. Nima degan nodonlik? Nodonlik degan bu iblis Zuhraga o'xshash talay qizlarni go'zalligidan, teha onasining oldida soddalik bilan qiyg'itib o'ynashlaridan ayirib, bola turib yangi bir hayotlikqa ona qildi ha. Mushu nodonlik nini oilalarni yo'qsizlikning achchiq tanqislariga tashlab ketdi. Ruxsar Zuhra bilan qosh qaraygacha paranglashib, kashta eg'irlashgan qadamlarini so'ragunicha uyga qaytib keldi. Qalbida achchiq bir his uni titratib, ashu qizning baxtini o'ylayolmaydigan mas'uliyatsiz otalarga g'azablantirmoqda edi. Ruxsarning ta'tilini to'shib, Salimaning Sadir Ravabning o'maq singlisi Gulzarning go'zal tilaklari bilan ona sahrosidan yana bir qatam xo'shlashib, poyezdga chiqadigan vaqti keldi. Ammo ikkinchi qatam safarga otlangan Ruxsar avvalgi Ruxsardan osmon zimin farqlanadi. Avvalgi Ruxsar shunchalik oddiy sodda, boshqalarga bo'lgan qarashi shuncha samimiy, hamma narsalarni shunchalik sab deb o'ylaydigan Ruxsar bo'lsa, hozirgi Ruxsar bir yil ichida ko'z qarashi ostin ustin bo'lgan. Nimani suyib, nimaga nafratlanishni biladigan Ruxsar edi. Bu osmon zimin o'zgarishga quduq ichidagi paqidak yashaydigan ashu qatmal nodonlar qizining baxtini atalmış majburiyatini deb turmushning do'lqinlik daryosiga rahimsizlarcha tashlab etadigan, yuragi toshdek ketib ketgan kishilar sabab bo'lgan edi. Agar otamning kasbi gepi bo'lmagan bo'lsa, men bu Zuhrada kunni ko'ramadim. Ruxsar ko'nglida otasiga cho'nqur hurmatini bildirib, yana allaqandaqdir xiyollarga patdi. Bilet tugab ketish sababli Adila Ruxsardan bir kun keyin maktabga keldi. Yataqqa kiribla nars keraklarini joylashtirayotgan Ruxsarni ko'rib, Adila qo'lidagi chamadonni tashlab bag'inicha Ruxsarni quchoqladi. Ajab seg'indirding jumo tatli, seni qachon ko'raman deb ko'zlarim teshilayli deb qolgandi. Men seni seg'indim adash. Ajab maring issiqkan sening. Ta'tilda seni o'ylamasdan kerak desam, hafta bo'la bo'lmayli ko'yim kelib ketdi. O'yayma askini. Adila Ruxsarning yuzlarini o'tib oldi. Aslimay baqaqini ko'ygelligingni ko'zdiman. İhbarlarni urib yaqizib qo'ygan Adila, mana men shu jimo esingda bo'lsin. Ikkilisi deyishivagandaklar tangni kuldi. İhbarning gepi chiqib qoldi adash. Balkim sen mo anglagansan. Tunugun maktabga kelsam, qo'shni yotoqning bolalari ko'nglimni yerib qilib, ba'zi gaplarni qilgandek qara, ajoyib bo'lib qoldi. Qanday gaplar ekan u? So'radi Adila Ruxsarga tezgina degina degan tarzda qarab. Qizlarning deyishcha, Ihbar ta'tilda yurtiga qaytmay, uydagilarga kursda o'qib, darslarimni takror qilaman deb qo'yib, bazmixonlarda cho'gilab yurib demish. Shu jarayonda bir bola bilan tanishib qopdi-dak. U balami qo'l elkida bo'lib, oilaning bir bolasi o'xshaydi. Ihbarni opirib o'ynatmagan yerlari, elib kiydirmaganlari qolmabdi. Ihbarmi muhabbatning puli bilan haqavurlashib, Nilofarni yaratmay yurib demish. Afsus uning muhabbati boy oilaning bolasi bo'lmasdan, balki saqchilar izlab yurgan cho'ng bir yonchiq chikan degina. Saqchilar uni bayqab tutganda, Ihbarmi uning yotqida bor ekan. Saqchilar tekshirish orqali Ihbarning muhabbatining
ishini bilmaydiganligini aniqlab, uni qo'yib beribdi ekan. Lekin maktab ihbarning ishidan xabar tepib, hozir uni maktabdan qaytarish yoki cho'ng tanqidlash to'g'riliq jazo berishni o'ylashib yetibdi. Xud bo'libdi. O qanjuqqa qo'ngini g'iyat qisib o'qishini o'qimagandan keyin bu ostiga maktabdan qo'g'lansa ajab belan bo'ladi. Adila masxiralik kuldi. Ammo kulgilardan o'zining to'liq o'tirdagi shu qabohatini ko'rganda kulkisini darhol sinoqlaridan o'chirdi. Sen undoq degan bilan adash, yanala ihboriga ichim og'rib qoldi. O'ylab boqqa, maktabdan qo'g'lansa yurtiga qanday boradi? Bag'at taqdirdami beshini ko'tarib nima ishlarni qila oladi? Qiz balaga oson emasda maktabdan haydaldi degan gapning Zuhraga o'xshash pushaymonlik hislarning iskanjisida bir umr puchlandi deganiga aylandiganligi ko'nglidan lip qilib o'tgan ruxsar ihbarga ich og'irtish hissiyotida Adilaning gapiga raddiya berdi. Iching og'ritdi, sen o odam tilla desa amalga oshmaydigan ish u. Ish qilib ihbar degan bir nima o'z-o'ziga qildi. Ikki qiz yana birdan ta'tilda nemish bo'lganliklari to'g'riliq paranglashib ketib qolishdi. Tong sahar ruxsar burunqidakla baldur o'rnidan turdi. Adila ezilangulik bilan uxlayotdi. Hay, bir ta'til uxlabmi uyquga to'ymabsan-da, hay boyqushim. U Adilaning uxlashlariga masliga kelib qarab qo'ydi. Balla, oldinglarmi? Bugun tushda maktab beliq ihbar deganni maktabdan qoldirish yoki qo'g'landi qilish qarorini oshkorlamish. Onisi natayinjimi? Kuda ko'paqni yudib o'yinga ket desa, ihbar o'zining yuzini teg'ami tushirib, tekshirishnoma o'qib yurmaydi, haqqancha sarang bo'lsinmi? Ruxsar sinfga kirib, savodashlarning bas munoziralarini anglab hayron qoldi. Yaxshi gap bo'sug'i atlig'icha, yomon gap davan atlabdi degani shu-da. U ichida shularni o'ylab turadi. Savog'dishi Akbar chaqirdi. Ruxsar, anglasam siz ihbar degan qiz bilan bir mezgil yotoqdash bo'pti ekansiz-ku. Keyin nima sababdan chiqib ketgandingiz? Uning ishni bilib qolganmi yo? Akbarning suolini anglab, boshqa bolalar Ruxsarning qishiga gurrida o'lashdi. Bu Ruxsar tuyuqsiz so'ralgan savoldan duduqlab qoldi. Sizlar xato tushunib ketibsizlar. İhbarislar o'ylaganda qiz emas, osmaydigan odam yo'q-ku. Shunga yo'q ishni ko'chilab vermay, o'z ishinglar bilan bo'linglar-chi. Her kim bilmaydi, bir jangalning bo'dlarimi o'texa bo'la. O'z ishinglar bilan bo'linglar deb ketishlardan o'rgilay. Shunday qilaylik xanacha. Ruxsarning gapi ziddiga tegdi bo'g'ay. Boyadan beri ihbarni eg'izi tegmay tillayotgan Subihi Ruxsarga dartmolab burnini qiqib qo'ydi. Subi to'g'ri deydi. Bir yo'ldagi odam bo'lmasa, hamma tillayotgan odamni oqlab ketamdi. Shuni degina. O appak, biz qaradak gap bo'ldi bu. Subining do'stlarimi tushmi-tushdan Ruxsarni aybladi. Bo'ldi, Ruxsarni ayblavermanglar, u yolg'on so'zlamagandi. Ularning gapiga quloq selib yonda turgan Zulay Ruxsarni aqladi. Zulay Ruxsarning Adiladan qolsa birdan-bir yaqin do'sti edi. Bir jangallik bo'ridan yana biri chiqdi mana. Subhining Zulayga qartib degan gapi bilan uning do'stlari kulishib ketdi. Nima deding? Subi, eg'zingga beqib so'zlasang bo'larmiki? Zulay Subining gapidan terikib, uning oldiga devaylab keldi. Bir jangalning bo'risi dedim. Qanda gaping bormi? dedi Subimu Zulayning oldiga kelgach. Ikki qizning bir-biriga g'azabli qarashlari. Ba'zi bolalar boshlanish oldida turgan haqsiz tomoshani ko'ramay qilishidan ansirab, oldidagilarni qistadi. Yana bir qaytim degana. Bir jangalning bo'risi.
Çang qilib tekkan tastak ovozidan Subihi burnini tutqunicha turib qoldi. Hijron guli 6-qism. Yana bir qitim degana. Bir jangalning bo'risi. Çang qilib tekkan tastak ovozidan Subihi burnini tutqunicha turib qoldi. Hay buzuq, sen Subining urg'idak bo'ldingmi? Subining ikki adashi miqdak tikilib turgan Zulayga etildi. Subimo ag'rayotgan yuzini unutib, Zulayning sochlarini qamalladida ko'zildatib tatishga boshladi. Urushmanglarni namaqul bo'lay. Akbar qarab turmay ularni ajratib etding-a. Urushmanglar bo'ldi qilinglar. Ko'z oldida yuz berayotgan bu ishdan qo'rqib ketgan Ruxsar qattiq vaqirdi. Tortish qo'lingni. Nomus qilishsang-chi. Kichikini ishni deb so'qishib yurishsan qandoq bo'ladi saboqdashtirib? Akbar Ruxsarning o'tinishdi degan gapi bilan o'ttirg'i chiqib, Zulayni urayotgan Subhini ajratdi. Oy, ishingni qila so'yma. Birsi seni dallallikqa qo'ymagan ekan. Subi Akbarga hurpiyib uning yaqisidan oldi. Voy qo'yib o'tava paskana. O'tkazib qo'yganing bormi menga? Hozir ko'rasan o'tkazib qo'yganing bormi yo'qmi, haramliq. Subi Akbarning yaqisini qo'yib vaqirdi. Bola cho'lpan, Rustamni chaqirib kel. Bu ishlarning ko'ziga ko'z tutib qo'ymaydigan bo'lsam. Rustam degan ismni anglab, Akbarning Subhini urishga ko'tarilgan qo'li aski palastak havoda pulanglab qoldi. Abla ish chatoq bo'ldi-da. Rustam kirdigan bo'lsa, odam yaralanmay qolmaydi-da. Kimdir biri jiddiylikda to'livatdi. Rustam degan kim o? Ruxsar Rustam degan ismni anglab, jimib ketgan balalardan hayron bo'lib so'radi. Kimligini hozir bilasan paskina. Rustamning kirishini to'rt ko'zi bilan kutib, ishga qarab turgan Subihi Ruxsarga vaqirdi. Bo'ldi Ruxsar, darhol Odilani chaqirib chiq. Bo'lmasa ishning cho'ngi chiqadi. Chivilgan chachlarini bo'g'ayotgan Zulay jiddiy tarzda dedi. Nemishqa chaqiraman? Ayta Rustam degan zodi kim? Sen Odilani qanday taniysan? Voy to'la so'rmay tez bo'la. Ma'qul. Ruxsar Zulayning qandidari qammayotgan chiroyiga qarab, Rasululloh chatoq bo'ladiganligini qiyos qildi-da, tezlikda sinfdan chiqib ketdi. Nim deydigansan? Odamni chaqirib, bosh oyog'i yo'q gaplarni qilib ketding-ku. So'rdi Adila Ruxsarning o'zini chaqirib, qo'lashmagan gaplaridan cho'chib. Men o'qimadim adash. Atdiganda sinfda Subi degan qiz bilan urushib qolgandim. Zulay aramizga kirib ishni cho'ngaytirdi. Shuning bilan Subi birga men Rustamni chaqirib kir degandi. Hamma bolalar Rustam deganni anglab jim bo'lib qoldi-ku. Zulaymi seni chaqirishimni aytib qoldi. Ha ras, sen Zulayni qanday taniysan? Zulaymi sen taniydigan-ku? Rustam degan zodi kim o? Nima? Rustam? Ha. Adila tamg'i yo'linib qoldi. Ruxsar Adilaning chiroyi tatargan peti tamg'i yo'linib qolganligidan hayron qoldi. Men bo'ldim adash. Bo'ldi, sana kendab beray. Hozir tezdan Zulayning qishiq chiqayli. Adila Ruxsarning suoliga javob bermasdan yugurib degidak uning sinfiga mangdi. Ruxsarmo agashdi. Jalaqada echilgan eshik hammaning diqqatini tortdi. Jüp qari ko'zlar g'azabdan titrab turgan Adilaga tikildi. Bu nemish? Akbarga nim bo'ldi? Ruxsar sinfga kiribla dars munberining ostiga puklab etilgan Akbarni ko'rib vaqirdi. Akbarning yuz ko'zlari birdamning ichida qonga bo'yilib, to'nig'isiz bo'lib ketgan edi. Darizaning qishida egiz bo'y, sochlari quloqlarini yepib turgan, ingak so'nggi poltiyib chiqqan bir yigit porildatib tamaki chekayotdi. Yigitning qishida 10 ga yaqin bolalar to'g'ri cho'jisdak qatirisiga turadi. Ruxsar ularning mag'rurona qiyofatiga qarab, tamaki chekayotganining Rustam deganning shu ekanligini faraz qildi. Ohoy,
Adil ekan-ku bu. Yana uchrashib qolamiz deb o'ylab boqmabdi ekanman. Yüzünüz yaman qilingan-jimi sizning. Tehiç hayat yashab etibsiz-ku. Rustam tamakisini tashlab etib, ustiga kuchab dastagandan keyin asta mengib Adilaning oldiga keldi. Adila chekchaygan ko'zlaridagi nafrat bilan Rustamga qadalgan edi. Aras, bu yerga nimaga kirib qoldingiz? Bilishimcha, siz bu sinfda o'qimaysiz-ku. Koni o'tlar tutishib qoldimi yo? Bu gap bilan Rustamning og'inlari qaqaqlab kuldi. Bu kulga Adilaning qo'liqiga mush urgandek anglandi. Bildirlama Rustam. O ishlar allaqachon o'tdi. Bugun seni bu yerda ko'rib, askaga o'lim yo'qligiga ishondim. Menga qilganlaringning jazosiga uchrab, o'nikim ko'chada qoldim-kin desam. Afsus, oldimda ishtek ijorat turibsan. Adilaning jondan o'tgidek sesiq gaplari Rustamni titratdi. Shu tap Rustam yugurib bag'inicha o'zini shuncha balalarning oldida masxara qilayotgan zing'iqlarga tastaklab o't chiqarib o'tkisi keldi. Ammo yanala uning oldida mat bo'ladiganligini o'ylab bo'ldi qildi. Aptini qilchilikni o'zgartmasdan zahar xandalik bilan Adilaga qaradi. Nima degan bo'lsa, davagin. Adila, men uchun baribir. Biroq shuni unutib qolmagan. Sen allaqachon bulg'angan. Sen degan bir to'shik munchoq. Yo'qol hayvon. Tulamamsa? Tuliya umuqom, tulavagin. Rustam qaqaqlab kulgunicha sinfdan chiqib ketdi. Uningga agishib, og'inlari Subihi va uning do'stlarini chiqib ketdi. Xuddi sarkisiga agashgan tog' o'chkilaridek mengib agashdi. Ruxsar bo'layotgan gaplardan dong qatqinicha eshik tuvida haykaldek qitib qolgan edi. Zulay bo'lsa yuzlarini changallab yig'layotdi. Adila g'azab uchqini chaqnab turgan ko'zlarini allaqayoqlarga tikkan edi. Butun sinib go'yo hech bir hayotlik yo'qdek cheksiz sukunatlikqa mahkum bo'lib, bayatdan beri hammani o'z ko'zi bilan ko'rganlar, texi hozir kirib nima bo'lganini bilolmay anqirolmagan o'quvchilar eg'iroq tinsa jimjitlikning yo'qab ketishidan ansirab nafaslarini qisatdi. Adash chiqib ketayli. Yana qanchalik vaqt o'tdi ekan, Ruxsar Adilaning qishig'i kelib, ko'zlarida yosh yaltirayotgan Adilani tatdi. Zulay yig'idan qizirib ketgan ko'zlarini boshqalardan ep-qochib Adilaning yana bir tarafiga o'tdi-da, ikkisi Adilaning ikki qo'ltig'idan yo'liginicha o'qish binosidan tushib ketdi. Titirmakda talla yaproq kabi. To'kilgan yoshlar qatmoqda asta. Katta umidlar, katta suyishlar. Choq ketgan yurakka dab alvida. Ichildi chaq yurakdan. Hijron guli, hijron juda. Bergi nafrat, g'untisi hasrat. Yarlangan qalblarga bormidi dava. Ola shu mangancha bir eg'izmi gap qilmay xalq maydoniga kelib, boshqalarning varang cho'ringlaridan xoli o'ringa kelib o'ltirdi. Adila texcha esiga kelmagan bo'lib, ko'zlari bir nuqtaga tikilgan, yoshlari mag'zini bo'ylab, shamolda bilina bilinmas yelpinayotgan chochlariga singmoqda edi. Aytasil ay, sen Adilani qanday taniysan? Rustam degan zodi kim? Adila bilan Rustamning qanday munosabati bor? Xeyli uzoq davomlashgan sukunatdan keyin Ruxsar nervlarini qalaymagan qilib ansirayotgan savollarning javobiga yetish tashnaligida beshini yerdan ustin ko'tarmay o'ltirgan Zulaydan so'radi.
aslida Adiladan so'ramoqchi bo'lgan edi. Uning bo'p ketgan holiga qarab bo'ldi qildi. Gap qilasil ay, gap qilgina, sendan o'tinay adash. Zulayning ig'iz ochmay turganiga chidab bo'lolmagan Ruxsar uni silkidi. Bo'ldi, so'rama Ruxsar. Adila ishkimizning shirkatiga mangulik taqqa aylangan bu hijronni sana so'zlab berib ko'nglimni besaramjon qilg'im yo'q. Bo'ldi, so'rama degankin so'ramag'ina adash. Zulay esadab yig'lardi. Ruxsar uning holiga qarab qattiq azoblandi. Yig'layotgan Zulayni bag'riga besib, yoshlarini surtdi. Bir mehribon onadak o'z qo'yniga oldi. Yig'lab ol do'stim. İçinden chiqarib yig'lab ol. Yig'lab iching bo'shig'anda hamma ishlarni menga aytib bergin. Mendek do'stingga ich bag'ringni tegib ol. Ruxsarmu o'zini sezmagan holda yig'lab tashladi. Zulay Ruxsarning bag'riga beshini qo'yib, xeyli uzoqcha yig'lagandan keyin yoshlarini to'xtatib, cheksiz ma'yuslik, aytqisiz nadomat bilan ikkisining beshida qora chaqmoq bo'lib chaqqan ashu qabohatni so'zlashga boshladi. Ruxsar, asli bu ishlarni senga menga aytmaslikka qasam ishgan edik. Biroq rahimsiz reallik buningga yo'l qo'ymay, bizga qilgan eg'ir chaqchiqini to'xtamay qilaverdi. Sibi degan paskana, Rustam degan haramdan bo'lgan, atgan achchig'imga haybagan bo'latdim. Shuning bilan yepiq qazon, yepiq beti qilib, sen Adila ishkaylarni bir umr esil do'stlarim deb o'tib ketadi. Afsus, o'tkazgan xatoliklarimiz bizni jazolab, yana bir qitim qattiq urib-atdi. Adash, sen gaplarimni anglag'iningda bizdek do'stlaringdan qattiq nafratlanishing aniq. Shunga bizga hissashlik chiqib turgan ko'zlaringdan nafratning uchqunlari volqon bo'lmasda sendan kechirim so'rayman. Bizdek ozg'in do'stlaringni kechirgin adash. Ruxsar gap qilmadi. Zulay Ruxsarga lepada qarab qo'yib, so'zini davom qildi. Ruxsar, bilaman. Sen mening Adila bilan qanday tanishganligimga hayron bo'lyapsan. Rustam kim? Adilaning Rustam bilan qanday munosabati bor? Buni men senga so'zlab beray. Bu ishni oliy maktab bo'lsog'isiga qadam qo'ygan 2-kundan boshlab so'zlay. Chunki o'sha kun Adila ikkimizning kayniga yong'ilib bo'lmas xatolikka qarab mangan hijron kunimiz. Bilamsan adash, Adila uchun 5 yillik oliy maktab hayoti mavjud emas. Faqat bir kunlik, faqat bir kunlik hayot mavjud. Ya'ni oliy maktabga kelgan tunji kunimiz. Bu tunji kunning hayotimizdagi eng oxirgi qitimliq xo'shallik aslimiga xotimiga aylanib qolganligini o'ylabmi boqmagan ekanmiz. Maktabga kelib 2-kuni Adilaga yo'liqdim. O'chaq hamma bolalar asosan degidek darsga kirib bo'lgan vaqti. Adila keyin turgan muqandaq oshxonada yolg'iz tomoq yeyotdi. Kechsi tuzuk uxlayolmag'achqa attigini keyin to'g'andim. Tomoqimni elib Adila o'ltirgan ustalga keldim. U meni ko'rib boshlang'ich deb salom qildi. Men salom qildim. O'zim sal sho'x bo'lg'achqimikin tomoq yegach uning bilan tag'dan bag'dan paranglashdim. Uni ochiq yuriq qizga ishkaylan birdan dili chiqishib, koni do'stlardek bo'lib ketdik. Tomoqdan keyin Adila darsga kirmoqchi bo'lgan edi. Soatimga vaqtning xilali o'tib ketganligini bildim. Shuning bilan Adilaga adash, vaqtmi bir yoki berib qopdi. Hozir darsga kirsakmi quloq tozan qo'shaqmaydi. Shunga sirqi chiqib o'ynab kelsa qandaq dedi. Adila boshda adash maktabga u yoqdan kelib, bu yoqdan o'ynab qechib kelsak qandaq bo'ladi? To'g'ri yaxshi bo'lmasmikin? Yanada darsga kirayli deb turib oldi. Ammo men do'stimizning tunji kuni tabriklab kelaylik-ku deb o'zim mehmon qilaman deb o'tinib yurib, uni ma'qul keltirdim. Men uning oldida cho'ng so'zlab chiqib o'ynab kelaylik, sirtlarga chiqib deganim bilan meningmi sirtlarga
tunji qitim o'ynag'ili chiqishim edi. Adilaning oldida chandırib qo'ymaslikni o'ylab, taksidan birini to'stimda shofir ustamga sharoiti eng yaxshi diskoxonaga olib qo'ying deb gapni cho'ng yerdan chiqardi. Shofirmi ishkaylanga toza bir qarab etib, ma'qul xollarim. Sizlar rozi bo'lg'idek joyga olib qo'yaman. Dedi-da mashinani qo'zg'atdi. O chaqda Adila menga lappida qarab qo'yishidan o'zimni huquqdordek his qilgan ekanman. Afsus, pushaymonlik qadimimning ashu bir eg'iz gapdan boshlanganligini uxlab tushimga keltirmagan ekanman. Men bilan do'st bo'lganlik gunohi bor Adilani umrlik azobga qo'ydi. 15 minutlardan keyin shofir bizni vivisklardan tortib, sirtining har bir tomlarigacha hashamatlik bezalgan bir binoning oldiga tushirib qo'ydi. Sirtning bundoq hashamatlik bezilishidan qaraganda ichi qanchalik hashamatlikdi a? Shularni kallamdan o'tkazgach, Adilani qo'ltiqlagan beti eshikdan kirdim. Kirdim-yu ko'zlarim olachakman bo'lib, tasqaldim aylanib tushgili. Ali yeshil yenib turgan chiroqlar, quloqni yervatganda kuchli muzika, o'tirg'i tushilib maymunlardek chaqirishayotgan seriq chashli qizlar, maslikda mazchaqchaqlarni qilib so'rinni avjiga ko'tarayotgan yigitlar, har tarafdan urilayotgan har xil badbo'y puroqlar. To'liq o'ttirdagi cheg'imda sinfimdagi o'yinchi qizlarning eg'izidan anglab qolgan diskoxona degan joyni tunji qatim ko'rib, nima qilarini bilmay turib qolgan edim. Adilaning oldida cho'ng so'zlab qo'yganimdan o'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib ketyaptim. Tuyuqsiz ko'zlarim bir top o'g'il qizlar urib olgan bir jup qiz yigitga tushib qoldi. Nomus qilganimdan shalpadaq qizadi. Ikkisi badallarini ching yepishtirib, başlarını her yanga çayqavatadi. Atrofdagilar bo'lsa, qiyoqas cho'qqan qilib, alatag'il to'limoqda edi. Uni az degandek o'g'ilning qo'llari qizning emas, uya bu yerlarda turadi. Tova nimda kirgandiman, adab bu sharmaga ko'tarilib ketgan bu yerga. To'yazul ay, o'zingni ko'rsatib qo'yman deb nimlarni ko'ryapsan amdi ha deb tishlarimni tishlab o'kinishda shularni o'ylayapsam, Adila qo'pib, "Bak turib ketding ya Zulay. O'ynaymiz deb kirgandikan o'ynamandiq. Menga jira, bizmi o'ynaylik?" Deginicha javobimni kutmasdan qo'limdan tortib, o'zini sarangladek har yon-saryon tashlayotganlarning orasiga kirdi. Qarasam, Adila badallarini to'lg'ab o'ynab ketdi. Buni ko'rib, o'zimning uning oldida cho'ng so'zliginimga yuzdan pushaymon qildi. "Ha, nimaga qarab tursan? Qani o'yna, o'zing o'ynaylik deb bu yerga akilib qarab tursan qamlashmaydi juma." Atdan tushsam o'zangidan tushmabdi degandek pushaymon qilib tursam, uning oldida chinib qolmaslikdek yo'g'onchiligimning iskanchasida boshqalarni do'rab o'ynashga boshladim. Putlarim yana qandoq dastavotida uni bilmadim. Ko'zlarim ching yumilgan bo'lib, badanim o'z ixtiyorligimdan ayrilgan holda musiqaga mos to'lg'anib o'tadi. "Oh, Sulayga berib ketdim. Ozroq usuzlik ichaylik-chi." Ilanning gapi bilan o'zimni to'xtatib, yondagi ustalga kelib o'ltirdik. Adila meva suvi buyurdi. Kutkichi ep kelgan meva suyini endi ichib o'tirdik. Tuyuqsiz diskoxonaning ichi qiyoqas cho'qonga to'ldi. Nim bo'ldi ekan deb hayron bo'lib qarasak, bayatdan beri o'ynayotganlarning hammasi cho'ng to'p bo'lib, o'ttirda choq belakdek o'ynayotgan biriga ha deb isqirtib, chavaqcha qilib turibdi. "Shira, bizmi ko'rib boqayli?" Adilaning gapi bilan bizmi bordik. Aran deganda qisilib yurib to'pga kirdik. Qarasak bir yigit badanini musiqaga moslashtirib alomat o'ynab yetibdi. "Vah, nim degan payzi?" Adila hayajonlanib ketdi-mu, qandoq to'libdi. Atrofdagi boshqa bolalarmi yigitni to'xtamay maqtayotdi. Musiqa tugadi. O'rnimizga qaytib keldik. "Ha, ko'rdingmi adash, disko deganni-chi, ashundoq o'ynaydigan bo'lsa, boshqalarning ko'zidan ot deganni chiqarib ish qilib, bakpayz o'ynayapti ya. O'zimi bak qamlashgan yigitgina, mobit bormidi?" Adila o'zining gapidan o'zi kulyapti. Menmi kuldim, faqat o'zimni chandırmaslik uchun kuldim. "Ha, mabiti bo'lsa aralashib boqamiz-ya?" So'rdim uningdan atay.
Vay ötkine sarang, ondak şoşan aksa balının muhabbeti yok dese, bu zamanın jigitlerinin hemmisi boytak kaldı cumu. Kim şundaq deydi? Әмді иғзымны өмәлетіп боғыча, yerimiz tili anlanğan natonish avazdan çöçüp qaradık. Aldımızda bizga qarab kulgunicha hiliqi yigit turatdi. Siz? Adila ishkaylan tangli to'lib etdik. Men bo'lsam nim bo'pti? Yininglarda bo'sh o'rin bor ekan. O'tirsam bo'lamdi deb kelgan. Ruxsat bormi? Yigitning ovozi diktorlardek yaqinliq ham o'zgacha edi. O tuyuqsiz paydo bo'lg'achqimikin tilim gapga qo'lashmay turib qoldi. Qani o'ltirib, albatta bo'ladi. Adilaning ovozini muloyim chiqarishga tirishib, degan takallubi bilan yigit o'ltirdi. Ismim Rustam. Oliy maktabda o'qiyman. Bu yil 2-yili. Oliy maktab o'quvchisi-kanda, dedim ichimda. Sizlar-chi? Qarsamg'a o'quvchidek qilasizlar. O'zinglarni tanishtirib olsanglar bo'lamdi. Yigit o'labla so'radi. Men Adila, men oliy maktab o'quvchisi, bu yil 2-yili. Bu qitimmi Adila avval ig'iz ochdi. Siz-chi? Rustam kulib turib menga qaradi. Men uning ko'zlaridan o'zimni qochirman deb duduqlab gapimni qilamadim. Onun ismi Zulay, mening yaqin do'stim. Menga vakaldan Adila ismimni davatdi. Nimandaq oqsoqollik qilaversan, men qochi bo'lmasam. Ochiqda ichimda uning ranjib ko'zimning quyrug'ida Adilaga qaradim. Ammo Adila xafa bo'lganimni ko'rmadi. O xuddi Rustamga asir bo'lgandek bo'lakchala nozliq bo'lib ketayotdi. Rustam bilan xili uzoq paranglashib o'ltirdik. Paranglashib o'ltirdik degandan ko'ra, o ikkisi paranglashdi. Men anglab o'ltirdim degan tuzuk edi. Rustamning anda-sanda so'rgan savoliga, "Ha, yo'q" deb javob berganimni hisobga olmaganda, butun gapni Adila qildi. Nemiskim tang uningga o'shligim keldi. Bugun bekmi ko'ngillik bo'ldi ya? Ha, beklik ko'ngillik bo'ldi. Sirqi chiqib Adilaning rohat tuyg'usida degan gapiga urg'u bilan javob berdi. Adila gapining boshqacha chiqayotganligini sezmadimi yoki sezgan bo'lsin bilmaslik selib oldimi? Menga esilib ag'il-tag'il to'lashga boshladi. Yo'llarim yiroq, yar o'tida piroq. Ko'nglimni beray desam, kelmaysan piroq. Ajab payzi yoshlik payti, yasha yurakim. Uning aytgan naqsi qulog'imga mush urgandek anglandi. Onun bilan chiqqanimga texmi pushaymon qildim. Bu pushaymonim kirganki pushaymonim bilan o'xshamaydi. Kirgan chig'imda nemishqimi bu yerga kelgandaman deb pushaymon qilgan bo'lsam, hozir Adilaga o'shligim kelib pushaymon qilib o'tadi. O'zimni bilmayman. Bir ko'rib, yaxshi ko'rib qilish shudak. Rustamning bu gapning hammasini Adilaga qilganligidan ichim ochiq bo'lib, kundashligim tutgan edi. Adila nemishqa shunday qiladi? Bu yerga uni men boshlab kelgan tursam, men qaran chiqma. Kallamda faqat shu o'chmanlik hislari Adilaga bo'lgan g'azab o'timni kuchaytmoqda edi. "Voy Zulay, diqqat qil!" Adilaning ishtirishidan qattiq shaqildim. O'rnimdan turay desam, put-qo'limda faqatla kuch yetmayotdi. Butun badanlarim siqirab, og'rib, ko'zlarimda yulduz chaqnaydi. Chinqilayotgan beshimni asta ko'tarib qarasam, Adila yenimizda to'xtagan taksi shofiri bilan bir nimalarni deb urishayotdi. Beshimni tushirdim. Ko'zlarim qarmay yo'lda necha metrgacha so'zilgan chaq iziga tushdi. Ko'zimni yumdim. Adilaga bo'lgan o'chmanlikim tutundakli g'oyib bo'ldi. 7-qism. Adilaga bo'lgan o'chmanlikim tutundakli g'oyib bo'ldi. Adila, sen nim degan aski ha? Bugun bir kun ichida meni boshqacha odam qilib etding. Tanishibla, sana o'zimni ko'rsatib qo'yishni o'ylagan bo'lsam-mu, meni masxara qilgandek butun bir kun Rustam bilan o'zing paranglashding. Sana tishtirniqimgacha o'sh bo'lib, seni qangacha urishni. Ashu so'zlik chiroyingni mo'rlab buzishni o'ylayapsam, yuz bermoqchi bo'lgan qanliq tragediyadan meni saqlab qoldi.
Agar meni ishtamagan bo'lsam, tiniqlarim to'xtar edi. Shularni o'zimga shivirlab, yig'lab soldim. Voy To'razulay, bir yering yaralanmagandi? Qanchalik vaqt o'tdikin tang bir chaqda Odila meni yuradi. Baq qattiq tushgachgimi, yana dastlab tura olmay, bezgakda titrab ketdi. Adash, bir yering og'riyotgandi? Yig'labsan-ku? Odila qo'ltiqimdan yulab, kiyimlarimdagi to'plarni qaqqat so'radi. Hech nima bo'lmadim, adash. O'zimni bilmayman, ko'nglim bir xil bo'lib qoldi. Onunğa yalğan so'zladim. Yalğan so'zlamay nima dey? Odila seni deb yig'layapman deyman. Tas qoldim Zulay, boya qahramda bo'lgan sho'pirni urib etkeli. O'zimni bak qo'qib ketgan o'xshaydi. Chiroy degan totirib murdiga o'xshab qoldi. Shuncha tillasammi, rostilla kechiring, do'stingizni doktorxonaga olib boray deb turib oldi. Senda qalamlarning puli qarashliq emas, pulingga mavi ama ko'zingni davolatib ol deb dakisni berdim toza. Nima ko'rib qoldikina bizni? Pul yo'q deb qolgan chig'i. Odila o'zichilik qaynab ketyotdi. Uningga bir eg'izmi gap qilmadim. Gap qilishga tavbim yo'q edi. Shu mang'ancha maktabga keldik. Texicha aslimga kelib bo'lmag'ashqa Odila meni yotoqqa akirib qo'yib, o'zi yegidek bir narsa ib kelish uchun chiqib ketdi. O'ylasam, qo'sig'im ichib ko'krab ketgan edi. Rustam xeyli ko'p narsalarni buyurtgan bo'lsa-mu, hech narsa yemagan edi. Hay Zulay, sana zada nima bo'ldi? Yana Rustamni o'ylayaptamsan? O'zimdan bezor bo'lib, qo'limni qattiq tishladim. Biroq shuncha tishlasam-mu og'riq his qilmayotdim. Ammo yoshlarimning yomg'irdak tomchilab, mangzimga tushayotgan chochlarimni namdayotganligini sezdim. Zulay, sarang bo'ldingmi? Eshik ochilib yotoqqa Odila kirdi. Uning qo'lida ushaq-tushaq yemekliklar turardi. Ayta, sana nima bo'ldi? Qo'lini tishlab qon to'yibsan-ku. Tig'iz yig'layapsan. Ayta, sana zada nima bo'ldi? Eshitma. Tishlagan yerdan sirg'ayotgan qonlarimga qarab javob berdi. Eshitdim, bo'lmas qo'lini tishlab qon chiqaribsan-ku. Aytqana, sana zada nima bo'ldi? Odila nadandir tepib kelgan kichik qo'lyog'liqda qo'limni tanqash dedi. Dedim-ku, hech nima bo'lmadi deb. To'la ko'zimga kirolmay ishingni qilg'ina bo'lamdi. Sendan o'tinay, Odila yotqonga chiqib ketgan. Meni birdan yolg'iz qo'y. Yana nimalarni dedim uqmayman. Bir chaqda Odila chiqib ketdi. Qo'saq ichib ketgach, texich to'xtayolmayotgan yoshlarimga qo'shib, u akirgan narsalarni yevatdim-da, karavotda o'zimni tashlab uxlab ketibdim. Bir chaqda birining yengil turtishdan uyg'onib ko'zimni ochsam, beshimda Odila kulib turibdi. Bir uxlab qopib, xiyli yengil bo'lib qolgan edi. Darisdan tushayotgan quyosh nuri allaqachon tong otganidan derak berayotdi. Obdan uxlabsanmi? Ha, xiyli yaxshi uxlabdim. Uningga qattiq takkinim esimga kelib, xijil bo'lib yerga qaradim. Odash, oqshom sana qo'pollik qilib sapdiman. Xafa bo'lmag'ana. Qaytishni deysan? Men na vaqt unutib ketgili. Tez tura, endi darsga chiqamiz, bo'lmas kechikib qolamiz, vaqt o'tib ketyapti. Odilaning kulimsirab aytgan gaplari ko'nglimdagi delg'ulini tamom tugatdi. Sen nimanchi yaxshi ha Odila? Qandoq deysan? Bu bir sir, keyinchi deb beraman. Saram. Ishkaylan tangli kulib o'tdik. Aradan hafta o'tib, Rustam bilan yaqin bo'lib ketdik. O'mi mush maktabda o'qiydigan bo'lg'ashqa kunda bir qatam uchrashib jirdik. Biroq Odila to'la vaqtlarda o'zini Rustamdan qochiradi. Tushlik tomoq, kechki tomoqlarda Rustamning Odila birga o'tirib tomoq yesak bo'lamdi degan o'tinish aralash taklifini rad qilib o'tadi. Bir kuni undan hayron bo'lib so'radim. Odila menga sening ko'rib qilishingdan ansiraydiganligini dedi. Men seni to'limi chepilg'oq qiz o'xshaydi deb o'ylab Odilaga, "Voy Odila, ruxsar degan u qiz bekli chepilg'oqmi nima?" deb sapdiman. Kim bilsin Odila terkib, "Voy, ochiqlab ketdi. Seni maqtab dexe, mendan xafa bo'ldi." Shu chaqdala sening Odilaning nazarda hurmatli qiz ekanligingni his qildim.
Aslida shu chaqda sen bilan tanishqim kelgan bo'lsa-mu, nemishqidir toza royim bormidi. Zulay Ruxsarga bilinmas qarab qo'ydi. Ruxsar uningdan nemishqi deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, ammo gapni qo'yishni to'g'ri topmay, so'ziga davomli quloq soldi. Dila esiga kelgan bo'lsa kerak. O'ziksiz titrashdan, to'xtamay yosh to'kishdan. Kechir do'stim, degan xijolatda yaga kirib ketgandek bo'lib o'tiradi. Rostam bilan munosabatim quyuqlashgan siri uni yaxshi ko'rib qoldi. Sen bilanmi tanishdim? Biroq boshda sening Adila degan Ruxsar ekanligingni bilmaydim. Keyin tasodifiy fursatda Adila bilan bo'lgan munosabatingni bildim. Biroq taqdirmi yoki sening o'ginishdan boshqa ishga qiziqmaganing uchunmi Adila uchaylan uchrashib qolmaydik. Rostamni yaxshi ko'rishim hargizmi undaq yoki bundaq yaxshi ko'rish emasdi. Balki uni chin dilimdan yaxshi ko'rib qolgan edim. Rostam o'zining shirin so'zligi, kelishgan turqi, odamga ko'yinishlari bilan hayotimga singib kiryotdi. Uning bilan tanishib chiqay bo'lgan bir kuni kechda Rostam Adila ishkaylarni yangidan ochilgan restoranga tug'ilgan kun o'ltirishiga taklif qildi. Men xo'jalik bilan ma'qul bo'ldim. Biroq Adila yotoqqa qaytmasam bo'lmaydi, bo'lmasa Ruxsarga tushundirmayman deb faqatla unimay turib oldi. Rostam shuncha zo'labmi Adilani ma'qul degizamadi. Qarasam uning ko'ngli yerimdek qiladi. Ichimda nimancha ahmoqsan Adila. Rostam bu chaqqicha bir qizga bunchalik yalvirib baqmagan bo'g'iydi deb o'yladim. Ammo bu o'ylarim birdandala "Bamay yaxshi qilding Adila. Rostam degan mening. Men uni yaxshi ko'raman. Shirin kabi, Layli kabi, Sanam kabi. Yo'q, nervisidan adashgan, asabiylarcha yaxshi ko'raman. Uning endi faqat men bo'lishim kerak" degan do'stlikqa osiy kundoshlik hislari tarafidan tutakka aylandi. Shunday qilib Rostamning tug'ilgan kun o'ltirishiga o'zim yolg'iz bordim. Restoranning 10 kishilik ustiliga Rostamning yaqinlari liq to'lgan edi. Buni ko'rib o'zimcha faxrlandim. Rostammo mening ko'nglimni tushungandek o'zi o'ltirgan ustaldan o'rin berdi. Uning tug'ilgan kuni tabriklab, o'zim eng yoqtiradigan naqshini aytib berdim. Rostam naqshamni anglab bek xush bo'lib ketdi. O'z qo'li bilan kesgan tunji tort parchasini menga berdi. Buni ko'rib taraf-tarafdan cho'qan ko'tarildi. Ko'kda larzan ushgan holda ularning eg'zini tamishtirib turib deganlarini anglayotdim. Rustamga qarag'ana adash. Avu qizga bak yaqinchilik qilib ketyapti. Uni bak yaxshi ko'rdiga o'xshamamdi. Men mo shunda qo'yildim degina. Qarag'ana ishkisini yaqin o'ltirib ketganiga. Bu ishkisi bir-biriga bakli maskagidakchimi? Tatliq gaplarning masxishligida o'zimni bilmay beshimni Rostamning mo'risiga qo'ydim. Nima degan illiq mo'ri bu? Bu mo'rlarga menga mushundaq yo'lansa, bu mo'rilar faqat mangil tava bo'lsa. Yuragim talpinishning visolga yetgandagi g'ubarsizligi bilan hayajonda so'qatdi. Rostam beshimni ishtirib etmadi. Faqat hayron bo'lgandek qarab qo'ydi. Rostam, sizni yaxshi ko'raman. Ha? Qandaqsiga bu gapni eg'zimdan chiqarib sag'anligimni bilmayman. Rostamning gangrashda qarashidan o'ppida qizirib yaga qarab oldim. Yana birdan Zulay. Shu tillarim kalvalashib, bo'g'zimga bir narsa gaplashib qolgandek, ichimdagi hayajonimni faqatla chiqara olmadim. Shu nima? Oxirin demamsiz. Sizni yaxshi ko'raman, Rostam. Butun hayotim bilan sevaman. Ahmoq qiz. Nimishqa burun demaysiz? Rostam sochlarini silab, beshimni ko'kragiga qo'ydi. Anglayotamsiz Zulay. Meni sevgan yuragingiz bilan tinglab beqni. Tinimsiz so'qiyotgan bu yurak sizni allaqachon yaxshi ko'rib qolgan. Rosma Rostam. Qo'lig'imga ishonmayli qolgan edim. Bu go'yo tushimdek
Uyg'onsamla hammasi yo'qab ketib, faqat o'zim yolg'iz qoladigandekli ishonmay yotadim. Ha, Zulay. Sizni tunji qatim ko'rgandala, yaxshi ko'rib qolgandim. Omoq turqingiz, yerdan ustun qarmay o'ltirishlaringiz yuragimga o't sog'inti. Hayajonda yaproqdek titrayotgan haroratli jismimdagi o'tni qo'limga mujassamlab, uning qo'lini ching tutdim. Go'yo qo'yivassamla Rustam yerimdan uchib ketadigandek, meni notanish joylarga tashlab qo'yib, menga qaytib kelmaydigandek chingida tutib olgan edi. Shu tap ichimda Adilaga shivirlig'im keldi. Agar shu kuni Adilaning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, bu sovg'a uningga mansub bo'ladi. Bilamsan Ruxsar, muhabbat degan bakli rahimsiz, odam degan bakli shaxsiyatchi bo'ladi ekan. Adalmış muhabbatni deb Adilani o'tqa ishtirganimni o'ylasamla, ezilib o'lvog'im keladi. Biroq jon degan yomon tatliqkan, nachilab o'lvomoqchi bo'lib, beretivani beg'ishimga akasam-mo, vijdonini yo'qotgan ishplas ko'nglim yanala yashashni tanlab, meni o'lishga jur'at qildirmadi. Zulay yana yig'lab ketdi. Esadab yig'ladi. Zulayning o'zini o'ldirmamoqchi bo'lishiga sabab bo'lg'dak, zodi qanday qish yuz bergan bo'lg'iydi. Adilaning oldida o'zini gunohkor his qilg'dak, zodi qanday nadomatga duchor bo'lg'iydi. Ruxsarning ko'ngli Zulayning yig'lashlaridan bir shumliqni sezib turayotgan bo'lsa-mu, uningga gangirashda qaradi. Qarashlari Zulayning yig'lab ishig'an ko'zlaridan javob izlaydi. Zulay xeyli uzoq yig'lab to'xtadi. Ruxsar, qaydayli adash. Bakli herib ketdim. Yotoqqa qaytib uxlab olay. Mening buncha yig'lashimning sababini bilishga qanchalik taqozo bo'layotganligini bilib turibdiman. Biroq bakli herib ketdim adash. Zulay eg'ir o'ksing'inicha turmoqchi bo'ldi-yu, lalang'ishib o'ltirib qoldi. Meni turg'izib qo'ya adash. Putlarim o'yishib qoldi. Faqat turolmayapman. Ruxsar uni yo'lab turg'izdi. Adilamo o'rnidan turib, ichi birlikda maktabga qarab mandi. Qaynam tashqinliqqa to'lgan keng asfalt yo'l. Mashinalarning nagan-naganda chaqirib qo'ydigan signal ovozlari. O'z ishlariga aldirash ketayotgan har xil kishilar. Ularning chiroyidan tabassum jilva qilmoqda. Balkim ularningmi birov bilmaydigan ko'ngil og'riqlari bor. Biroq chiroyidan miskinlik, yuragidan azob, qadamlaridan pushaymon to'kilayotgan Adila Zulayga do'stlarining yana qanday nadomatga mubtalo bo'lganligini cheksiz ansirashda xiyol qilayotgan Ruxsarga qaraganda baxtga bir qadam yaqin edi. Bu kecha Ruxsar kirpik qaqmadi. Zodi nemish bo'lgandi degan vahimalik savol uning uyqusini qochirib, bosh oyog'i yo'q, tagsiz xiyollarga asir qiladi. O necha qitim karvatidan tushib, tugilib uxlayotgan Adilaga qarab qo'ydi. Jinim Adila, teha to'nigin. Bu tugilib uxlashlaringdan shunchalik zo'qlanatdim. Seni g'amsiz deb bekla havaslanatdim. Biroq bugun tugilib ketishlaringning dard alimi yuragiga sig'may, nadomatning bo'rnida ko'zdagi oxirgi yopirmoqdek titrayotgan miskinlikka aylanganligini bilganimda, o'zimning naqadar dardligini his qilyapman. Adash, seni do'stim deb turib, sen eng azoblangan chaqda qishingda bo'lolmabdiman. Ba'zilari cho'chib uyg'onib ketsam, darizadan sirtqa qarab ketganlaringni ko'rganimda, Ruxsar uxlab, uyqum qochdi desam, gaplaringga ishinib uyqumni uxlabdiman. Shu chaqlarda mening karvatdan tushib, adash nim bo'lding deb so'rashimga qanchalik taqozo bo'lgan eding. Kechir meni kechirgin adash. Adila tong atqanda nadomat aslimlaringni anglab, hammani bilganimda, sen uchun qayta yosh to'kmayman.
Ammo sening g'amsizligingga chang solgan har qanday bir quzg'inni hargizmi bosh qo'ymayman. Ruxsar Adilaning g'irimsan oy nurida qo'ng'ir rangda paqiravatgan sochlarini barmoqlarida yengil taridi. Tong sahar Ruxsar yuzini yuvib bo'lib Adilani uyg'otdi. Turajenim, nashtalikqa chiqayli. Onun gaplari shunchalik illiq, shunchalik yengil edi. Adila Ruxsardan ko'zlarini qochirdi. Adila, mendan o'zingni qochirma adash. Mayli qandaqlik ish bo'lganidan qat'iy nazar, men mangu sening qishingda bo'laman. Chunki men sening do'sting. Adila, o'zingni to'la deytding-ku, Ruxsar ishkaylar mangu do'st deb. Acaba sen bularni unutib qoldingmi? Ruxsar o'tinishda Adilaga qaradi. Adilaning omoq engikini tutib o'ziga qaratdi. Onun ko'zlarida yosh lig'irlaydi. Ruxsar his qilib bo'lolmaydigan so'g'oq nur yoshlarida olmosdek paqiraydi. Bu so'g'oq nur nafrat edi. Bu so'g'oq nur pushaymon edi. Adila beshini yengil lang'ishtib ma'qul bo'ldi. Biroq omoq zinoqlari, so'g'oq nur yaltiravatgan shahla ko'zlari burunqidek kulmadi. Adila, chatoq bo'ldi. Zulay, yotoq eshiginin kuchab ochilishi bilan o'roq vijikkina bir qiz o'diqib ketganidan jiddiylashib, og'ziga gap kelmay Adilaga tikildi. Ruxsar qizning ko'zlaridagi qo'rqinchni his qildi. Zulay xonim bo'ldi. Adila karvatdan tushib qizni silkidi. Chapsan aytqina Xumar, Zulay qizoda nim bo'ldi? Qani aytqina, tez ayta. Zulay qizoda nimish bo'ldi? Ruxsarmu ansirashda to'livatdi. Zulay uyg'onmayotadi. Nima? Adila bilan Ruxsar tangla to'livatdi. Shuncha qilsam uyg'onmadi. Shuni sening qashingga kirgandim adash. Jinim Zulay. Adila Xumarning gapini anglab, yotoq eshigidan o'qdek etilib chiqdi. Ruxsarmu Adilaga agashdi. Jinim adash, meni qo'rqitma. Ko'zingni och. Sana bir ish bo'lib qoldigan bo'lsa, o'zini menga kechirolmayman. Ko'zingni ochqina jinim adash. Adila Zulayni to'xtamay silkitdi. Uning saranglachi vaqarashlari, o'zining yuzlarini mo'rlab, karvatning qirig'i usishlari yotoqdagi qizlarning yuragini siyrildirib, yoshlarini jipi o'silgan marjondek to'kildirmoqda edi. Jinim Zulay, unda qilmay ko'zingni ochsang-chi. Jinim, ko'zingni och. Sen o'lib ketsang bo'lmaydi. Sen ketsang men yashamayman. Ruxsar Adilani to'simadi. U lavlarini tishlab qon qilayotgan Adilani qandoq to'sishni bilmaydi. Adila, jinim do'stim, bo'ldi qil. Zulayning yuragi tig'i so'qib yetibdi. Uni darhol doktorxonaga olib boraylik. Tam kerak bo'ldi. Damalliqqa turib qolgan Ruxsar Adilaning talvilacha Zulayga o'zini etib yig'lashlariga chidab bo'lolmay, Zulayning yuragiga qo'liqini yiqib, qo'shalliqdan vaqirvatdi. Rosma! Adila cheksiz qumliqda ezib qilib, o'lib girdobiga berib qolgan sayyohning hamrohlarini ko'rgandagi hayajonida vaqirdi-da, Zulayning ko'kragiga qo'liqini yaqdi. Raskan, Zulay sen hayot qolasan. Seni ketgani qo'ymayman. Sen hargiz o'lib qolmaysan, shundoqmi? Meni qo'rqitma. Adila Zulayning yo'tqinini piqirtib tashlab etib, uni ko'tardi. Zulayning bo'g'ichidan yeshilib ketgan chashlari
yerni siypidi. Ola yatak binasıdan chiqqanda Xumar telefon qilgan jiddiy qutqizishning mashinasimi allaqachon yatak binasining oldiga kelib bo'lgan edi. İki sestra maşinadan çaqli qarvini tushirib tezlikda Zulayni arvaga elib mashinaga chiqadi da ansiz signal bergunicha doktorxonaga qarab mangdi. Jiddiy qutqizish mashinasini ko'rib, nimish bo'lganda deb yotoq binosi oldiga yig'ilgan o'quvchilar mashinaning orqasidan qarab qilishdi. Nim bo'pti? Keyin asrab hömidab kelganlar qarab turganlardan so'rashdi. Tangay, bizmi bilmadik-ku. Mashina u yoqdan kelib, bu yoqdan ketib qoldi-ku. Qaysinglar, bemorning uruqtiqini bo'lasizlar. Jiddiy qutqizish bo'limining oldida Zulaydan ansirab, u yoqdan bu yoqqa menib yurgan Adila ruxsar bilan Xumarga qarab qo'yib o'zlaridan javob kutayotgan doktorning qishig'i bordi. Biz uning eng yaqin do'stlari. Do'stimizning ahvoli hozir qandaqroq? Texicha aniq diagnoz qo'ya olmadik. Doktor uch qizga qarab, mundaqla deb qo'yib, gapini davomlashtirdi. Qarg'anda do'stinglar zahri o'tkir dehqonchilik to'g'risi degandek narsani yeyapti. Hozir uning oshqozonini yuvyapmiz. Garchi do'stinglarning hayot qilishi yoki hayot qolmaslik to'g'riliq bir narsa deyolmasam-mo, ammo ansirmasliginglarni umid qilaman. Bizmi butun kuchimiz bilan do'stinglarning hayotini saqlab qolishga tirishamiz. Doktor, sizdan o'tirib qolay. Do'stimni cho'qim qutqizing. O ölüp ketsa bo'lmaydi. O ölüp ketsa mening yashag'inimning nima ahamiyati? Agar uni qutqizamasangiz, doktorxonamizdan ikki jasad miyib yetkash mashinasiga chiqariladi. Sizdan o'tinib qolay, doktor, o'tinay. Adila yoshlarini qor yomg'irdak to'kib doktorga yalvardi. Doktor aqadan kelayotgan shum azoblardan tugishib ketayli deb qolgan do'stiga qarab eg'ir o'ksindi. Bu o'ksinishqa til bilan tasvirliksiz azob hukmron edi. Xotirjam bo'ling singlim. Biz cho'qim butun kuchimiz bilan tirishib do'stingizning hayotini saqlab qolamiz. Doktor Adilaning yalvurishlariga ichi og'rigan holda javob berib, kayniga burildi-yu, bir narsa esiga kelgandek Adilaga turlashib ketgan bir varaqni tutqizib, "Bu xatni do'stingiz chin siqindi bo'pti-kan. Tasdi ajratib elib oldim. Qarg'anda chiqqanlarga yozgandek qiladi. Ep qo'ying", dedi va jiddiy qutqizish bo'limiga kirib ketdi. Ruxsar, sen o'qigin. Men o'qishga jur'at qilolmayman. Adila to'xtamay titrayotgan qo'li bilan xatni Ruxsarga uzatdi. Yo'q, menmi o'qiyolmagadekman. O'qisamla qo'limdagi varaq vallada o't elib, yuragimni kuydirib o'tadigandak qo'rqyapman. Sen o'qigin. Ruxsar xatni Xumarga uzatdi. Xumar Ruxsarning qo'lidan xat emas, balki qo'lidan tushib ketsa, chul-chul bo'lib, hammani chertib etadigan kuchli kislota qutisini olgandek, bazgakdek titrab turib oldi. Jinim do'stim Adila, qalb to'rimdagi hurmatga sazovor bo'lgan Ruxsar, meni kechirib etinglar. Sizlarni bu vabasi yo'q dunyoni tashlab qo'yib, o'zim yolg'iz ketadigan bo'ldim. Xumarning ovozi shunchalik titrangi, shunchalik bo'g'iq edi. Ay nuri burunqidek jilvalandi. Ay kul, sen mening hozirimga bek o'xshaysan. Hech kim tosh otmasa, sen shunchalik tinch. Ammo tosh tushganda bo'lsa, o'zingda ayon bo'lgan go'zal oynami pochilib o'talaysan.
Biroq barcha yanıla sana aşık. Çünkü sen baribir aslinga qaytasan. Lekin mening turmushim-chi, Zulayning taqdiri-chi. Rostam degan iflosning uning hayotiga tosh bo'lib tushishi, qalbimda ayon bo'layotgan tinchlikni mangu buzib o'tadi bilansan. Sen bizning qalbimizni tushunmaysan. Sen o'zingga tushgan ashu toshni kari ketgan cho'nqur bag'ringga singdirgan bilan, ammo bizning qalb ko'limizga tushgan bir tal tosh hayotimizni mangu davolg'itadi. Shu peti kallam qadrimach. Qanchalik xiyol surdim. Ko'lga qanchalik yurak so'zlarimni aytdim. Menga ayon emas. Faqat bir chaqda telefonimning ansiz sayrishi, tinchlanayotgan, yo'q, tagsiz hasratlarga cho'kib ketayotgan meni cho'chitdi. Telefonga qaradim. Ekranda Zulayning o'moq turqi menga qarab kulyotdi. Zulay! Hayajonda vaqirab tashlab telefonni oldim. Canım sen nerede? Seni bek izlep ketdim. İzlep ketken bolsan, ama sen qishimga ket. Rustam? Sen Rustam mı? Hayvan! Zulay nerede? Eğer onunla bir iş bo'lib qoldigan bo'lsa, seni herkesini boş qo'yib etmayman, anladingmi? Sen paskana meni ishnim qilolmaysan. Agar Zulayni hayot ko'ray desam, hozirning o'zida Oqsumak restoraniga kel. Voy! Telefon o'zilitilgan edi. Oqsumak restorani. Shatutdak shu so'zni takrorlaganimcha cho'ng yo'lga chiqdim. Allaqachon yerim kechidan oshgan bo'g'ashqa yo'lda ko'cha chiroqlarining oxirgi hayotlik nurlaridek jilvinishdan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Go'yo hamma uyquga ketgandek. Telefon yana chiringladi. Qaradim. Yana shu o'moq tabassum qilayotgan Zulay. Voy! Telefonni titrangi ovozda oldim. Qachon? Buncha kechda mashina topolmayotgansan a? Kayninga qara. Yo'lning yoqasida bir qora pikap to'xtaqliq. Shuningga chiq. Kaynimga burilib, yo'lning qarshisiga qaradim. Degandek, qorong'u tun pardasini yerib, bir qop-qora pikap sus chiroqlarini yondirmoqda edi. Bu hayvon turayotgan yerimni qandoq bilgandi? Hayron bo'lib, mashinaning qishiga keldim. Putlarimning qo'rqinishdan g'al-g'al titrayotganligi yuragimga ayon bo'layotdi. Sen odilama. Mashinaning qishiga kelib tursam, oldi deraza tushirilib, taqirbash biri tomokining qing'irtishligini sat yeydi. Ha, men shu. Tongliq bilan javob berdim. Taqirbash mashinaning oldi eshigini ochmoqchi bo'lib edi. Men istmagan holda qarab qo'yib, keyin eshigini ochdim-da, mashinangni haydamamsan degandek pochi o'ltirdim. O izzatini bilmaydigan qanjoq. Rustamni demaydigan bo'lsam, menga aloyig'iningga obdan ko'rsatib qo'yatdim. Ishingni qilib mashinangni haydashni bilmas qo'y. Taqirbash tishlarini g'uchirlatganicha mashinani qo'zg'atdi. O'zimni hayron bo'lib o'tdim. Tun yerimdan oshganda o'zim tonish tugul, hatto tishlarimni ko'rib boqmagan bir mal'unning mashinasida qo'rqmay o'ltirganimga bu jur'atning nadin kelganiga chin tukanmadim. Ammo o'ylaydiganim Zulayni tezroq tepish edi. Mashina 40 minutlarcha mangandan keyin Oqsumak restorani degan yo'g'on viviski esilgan binoning oldida to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni jaloqqada yopdim. Keldingmi? Rostilla kapsan-ku. Qaraganda meni rostilla sig'inib ketibsan-da. Endi eshikdan kirib tursam, yon tarafdan Rustamning ovozi anglandi. Shaqqida burilib keynimga qaradim. Oldimda bir hayvon menga shahvat ko'zlari bilan tikilgunicha g'aljir ishdek qarab o'tadi. Zulay qani?
Aldarma atımocığım. Onu hazırlık görsen. Baya telefonda. Cenim. Seni bek kögüm keldi devat attın. Qani kele. Seg'inishingni besib qo'yay. Rustam shundoq degunicha qo'lini yuzimga uzatdi. Qo'lingni tat iflos. Nadin kelgan g'ayratkin chang'ida qilib kelishtirib uning yuziga birni soldi. Rustam santirilib ustalga yo'linib qoldi. Tutcha aram tamoqlar. Nimaga qarab turibsan? Uning chali bo'g'izlangan cho'shqida qiqirab vaqirishi bilan Nadim paydo bo'ldi. Chachlari gadangacha tushgan uch g'alcha, qo'llarimni qayirib, tirkishlashtirimga qo'ymay, istagan peti bir uyga akirdi. Uy ichi qorong'i bo'g'ashqa hech nimani ko'ramadim. Amburdek qo'llarda siqilayotgan qo'llarim lo'qildab og'ritdi. Meni qo'yib etish g'alchilar! Iflos! Aramliqlar! Qo'yib etish! Nima? G'alcha dedingmi, paskana? Ovozning qayadan chiqqanini anqirib bo'g'icha qorong'ilikdan bir qo'l kelib tasdikimga selibetdi. Ömrümge kelib bunda qattiq tayoq yeb boqmag'ashqa tas qoldim aylanib tushgili. Bir chaqda chiroq yiqilib uy ichi yo'radi. Atrofga ko'z yugurtdim. Qalayimqan tashlab qo'yilgan sunuq ustal o'rindiqlar, to'baqlagan kreslolar xarobaga o'xshitib qolgan edi. Bu ya'ni restoranning ombir ekanligini qiyos qildim. Uzoq o'tmay eshik ochilib, Rustam yuzini tutgan holda kirdi. Chiroq yo'rqida uni aniq ko'rdim. Tasdikim xilali qattiq tekkan bo'lsa kerak. Uning yuzida mening 5 barmog'imning izi mana mendepla tamg'idek ko'rinib turadi. Ajab qattiq urvatding ya paskana. Xap. Qilganlaringga hozirla to'yg'izmaydigan bo'lsa. Rustam ko'zlarini olaytqanicha menga qadaldi. Qilchilikmi qo'rqmadim. Qo'rqish hujayralarim o'lgandek uningga nafrat bilan tikildim. Alayma buzuq. Zuvoningga beqab so'zla. Butun g'azabimni tupurkimga yig'ib, uning yuziga qattiq birni tikirdim. Tükürküm uning yuzini bo'ylab chiqilgan tuxumning eqidek bo'yinlarga eqishga boshladi. Paskana. Sen yüzümü tükürgidek buldun mu? Rustam yuzidagi tükürüklarni sürtmasdan gilimni sıktı. Seni boğup öldürüp etmeydiğen bolsam qancaq. Onun qo'llarini gilimdan ajratib etishga shuncha uringan bo'lsam-mu, yanala kuch yetmadi. Bir vaqtda ko'zim qorong'ilashga boshladi. Badallarim bo'shab, menga bo'ysunmaydi. Aka, endi bo'ldi qil. Bu o'lgilyotdi. Beka o'lib qolsa, oqibati yomon bo'ladi. Bir g'alchining duduqlab deganini g'uva angladim. Rustam yana bir nimalarni deb gilimni qo'yib etdi. Qang'icha nafas oldim. Ko'zlarimni asta ochib, mag'rurlashtirgan Rustamga nafratda olaydim. Alayma dedim. Rustam devayladi. Biroq uning bu qiliqi meni qo'rqitish tugul, uni bechora ko'ztib o'tadi. Qaqaqlab kuldi. Nimaga kulsan? Jarlikinga jo. Chopjonli bir erkak turib, mendek bir ojiz qizni mushu basting bilan yaga qartamig'iningga ichim og'rib kelyapman. Gülme Adile. Elibika, sana erkeklikimni ko'rsatib qo'yman. Sen erkekma dahi? Sen erkek bo'lgan bo'lsang, odam qilibidan chiqqan shu iflos ishlarni qilmagan, o'zingdan ojiz qizlarni zar-zar qo'qshatmagan bo'larding. Bilib qol, erkek degan qizlarni maydasini kerib turib qo'g'daydi. Hargiz bu sendek iflos qilmaydi hayvon. Erkekmiş dahi. Zamanını o'chir. Rustam gaplarimga chidamay o'pkadek qizadi.
Qani senlar haram tamoqlar. Zulay degan paskinni elib kirishga. Bu paskinning yana cho'ng so'zligini bir ko'rib boqay. Ma'qul aka. Meni tutib turgan ikki g'alcha qo'llarimni qo'yib etib chiqib ketdi. Rustam achchig'ini besish uchun bo'z kerak. Tamakidan birini elib o't tutashtirdi. Mana aka. Jinim Zulay. Ikki g'alchining ittirishi bilan eshikdan Zulay kirdi. Uning bo'p ketgan turqiga qarab, achchig'imda qo'llarim tepchaklab, yuzlarimga tepdi. Zulayning yuz ko'zlari ko'kirib ishigan bo'lib, peshonasida o'yib qolgan qon ichimni siyrildirdi. U meni ko'rdi. Ammo bir tikilibla beshini boshqa yoqqa burib oldi. O iflos! Odam emas, hayvon! Etilib bag'inimcha Rustamning yoqasiga esildi. Rustam esilgan qo'llarimni ajratib, qo'sig'imga qattiq tizladi. Oyjon! Menamga chiqqan og'riqdan kirpidak tugilib qoldi. O ersarab qolgan buzuq. Baya yüzümge tükürdün ha? Qarab tur. Qiyğanlarını pushaymon qilg'izib, seni yalvatmaydigan bo'lsam. Tuta buni. Rustam ikkisiga meni ishtadi. O'ri bo'lishqimi majolim yetmayotganda, ularning qo'limda qayrishi bir og'riqimni ming qildi. Qarab tur. Bu yoq kelar Zulay degan buzuq. Rustam menga qarab qo'yib, Zulayning yelkasiga tushib turgan chachlarini qamallab tatdi. Aha, mening chechim! Qo'yib horimi! Qo'yib! Ming dasta vaqirdi. Zuvaningni yig'. Bo'lmasa, chiroyli yuzlaringga yo'g'on guldan birini sizib qo'yimi. O'ng tarafimda turgan haromliq yenidan qatlanadigan pichoqdan birini elib yuzimga tangladi. Amalsiz jim bo'ldi. Pichoq go'yo ko'zimga cho'chaklarda tasvirlanadigan 7 boshliq yalmavuzning zaharlik tirnoqlaridek ko'rinib ketdi. Rustam Zulayning chechini tatib, xil bir hazoqatcha qiynagandan keyin ko'zimga ko'z tutib, uning kiyimlarini yirtishga boshladi. Yo'q, unda qilma. Qo'lingni tot, hayvon. Qo'lingni tot. Hayvon. Hayvon degina? Yana hayvon demamsan? Hayvon degan mana shunday qiladi. Bildingmi? Rustam teg'ini g'oljirlashdi. Zulay kuchining baricha tirkashmoqda edi. Sendan o'tinib qolay, Rustam. Unda qilma. Zulayni nobud qilma. Sendan o'tinay. Achchiq yoshlarimni to'kib, zar-zar yig'ladim. Ko'z oldimda nomusi bulg'anmoqchi bo'layotgan Zulayning tirkishlari go'yo Azroil bilan jon talashayotgan sakratdagi bechoraga o'xshab qolgan edi. Ha, paskana. Baya yuzimga tükürib, cho'ng so'zlayotding-ku. Amdilikda menga yolviratamsan? Qani ochib olsang, davomliq tilla. Qani tilla. Rustam bo'randek ko'krab oldimga yugurib kelganda, beqinimga qattiq birdan tepdi. Oyjon! Oyjon! Vaqiravatıman. Og'riq azobini faqat bir o'zim bilaman. Xuddi butun badanlarim chul-chul bo'lib yerga to'riqlab to'kilayotgandek bir sezim jismimni yalmavuzlarcha yutmoqda edi. O iflos! Bak ifloskansan, Rustam! Nimishqa Odilani o'rayversan? Ajiba seni yaxshi ko'rganim. Mening soddilik bilan senga aldangan gunohim uchun shunday qilamsan. Zulay vaqir aytdi. Yirtilgan kiyimlarini ikki qo'lida ching tutib olgan bo'lib, achchiqdan bo'g'ilib, tez-tez nafas oladi. Yaxshi ko'rish? Sen seni yaxshi ko'rdi deb qoldingmi? Bakli ahmoqkansan Zulay. O'zingmi deding-ku? Men degan bir aldamchi. Men degan bir lukchak. Men degan bir xiroinkash. Rustam qaqaqlab kuldi. Kulib teliqib qolay deganda, kulishdan to'xtab, menga sat olaydi. Odila, sen do'stingni deb xalqning ishiga aralashishga bak amroq-ku.
Shunda qilsang, bak payzi bo'lamdi-ku. Qarab tur. Men sana haqning ishiga aralashsa qandoq bo'ladiganligini hozirlik ko'rsatib qo'yaman. Dedi Zulayga qarab. Senmi angla umoq farishta. Sen sabablik Odila ippitidan ayrilsa, bu azobning seni umrboyat vijdon so'rqiga tortadiganligini men obdan bilaman. Asli, senlarni ichkiriga olib borib, fohishxonalar setib etaydigan. Biroq Odila degan nejisning tukurki, bundaq qilsam, menga g'arorimga yuz kelolmaydigandek his qildiryotdi. Ochiq qilganim uchun bo'lsa-mu, vijdon so'rqidan iborat bu mangulik sovg'ini sana hadiya qilay. Yo'q, undaq qilma. Adilaning o'rnida men nim bo'lsam, men rozi. Yo'q. İppetidan ayrilish degan so'zda tormozlangan nervlarim Zulayning qattiq yig'lashlarini angladi. O'tishya, berib Zulayni tut. Elibika, mening ishimni chataqsanmisan? Aras, telefoningni elib ol. Suratga tortishni unutib qolma. Rostam shundoq degach, chechimga qo'lini uzatdi. Hayvon, qo'ying! Zaif qo'llarim bilan uningga qarshilik ko'rsatdim. Ammo bek olsizlanib ketgachga, Rostam degan hayvonning Gulzarimni xazon qilishiga qattiq yig'lashdan boshqa hech nima qila olmadim. Ne kadar azaplı minutlar. Bularning hammasi tush bo'lib qolsa jo'q kashki. Taqdir, sen nimachi rahimsiz. Hamma qizlar azvalab, azizlab hayoti badaliga qo'g'daydigan qizlik g'ururimni. Aya iptimning bir nakas hayvonning depsanda qilishiga qarab turdim. Vaqt o'tyapti. Yoki men allaqachon o'lib bo'ldimmi? Ko'zlarimga hech nima ko'rinmaydi. Hatto o'zimning tiniqlarimni sezamadim. Bo'ldi, qaytayli. Aras Odila. Boyqishlarni soqchiga ma'lum qilaman deb avara bo'lma. Bo'lmasa, sen soqchiga ma'lum qilgan kudina hamma ishni sirtqa oshkorlab etaman. Shu chaqda sen yuzingni qandoq ko'tarib yuraysan-kin, men bir ko'ray. Yo'q. Qanchalik yotqinimni bilmayman. Faqat bir chaqda Zulayning "Jenim Odila, o'rningdan tura adash. Rahimsiz dunyoda endi yoshig'idek hech yerimiz qolmadi. Birga o'lib olayli." deb öksüp yig'lashlarini quva anglab o'rnimdan turdim. Kuchli nomus va nafrat badanlarimning og'irishlarini nalagidu qo'g'ligan edi. Ma'qul jinim, tan o'layli. Vafasi yo'q bu dunyo. Bizga kulki beramadi. O dunyoga borganda bo'lsa-mu kulib yashaylik. Ikkimiz bir-birimizga yo'langancha texi qo'rlashib bitmagan binoning o'ksisiga chiqib, o'ksining leviga keldik. Tong amdala yo'rg'an bo'lib, atdegandala qatnash uchun yo'lga chiqqan yo'lovchilar, poklik elchisi bo'lib, ardim taldim demay ishlaydigan tozliq ishchilari, yo'l bo'yi ko'kirib turadigan qarag'aylar chumulidek ko'rinadi. Sakramdoq jinim. Zulay qo'liqimga shivirladi. Beshimni lang'ishtib, o'g'sining anqirg'i keldi. Mushata bulg'angan tenimni mushiyadan tashlasam, pastda bosh ko'tarmay yo'lni taklayotgan tozliq ishchilari jasadimga qarab qanchalik la'nat o'qishohi. Men sakrayman. O'zimga nach to'lab pastga tashlanmoqchi bo'ldim. Biroq faqatla jur'at qilolmadim. To'satdan dadam xiyol ekranimdan menga kulib turib sirg'ib chiqdi. Qizim, nega bormoqchi bo'lyapsan? Bak yiroqqa ketmaydigansan. Balduroq qaytib kel. Bo'lmasa, men seni bak seg'inib ketaman. Xo'sh qizim, seni saqlayman. Agar
Sen qaytib kelmesen, ben mi senin arkanda baraman? Qadrdon dada. Qizim ketmekçi. Qaytib kelmeydigan. Aşı tinch dunyoga ketmekçi. Qizim endi bu dunyoda yashashga loyiq emas. Öksüp yığlap ketdim. Zul'aymi yığlap atatdi. İşkeylen xeyli uzoqqa yığlap, gap so'zsiz holda binodan tushib ketdik. Rostini desam, hayotga yo'q, shu bechora dadam opamning mensiz o'tolmaydigan hayotiga qiymaqab edim. Gunohkor hayotimning ularning hayotini tangli xazon qilishiga chidamadim. Binodan tushsak, qurilish ishchilari ishga tushgan bo'lib, bizni ko'rib, go'yo alvastini ko'rgandek qo'rqib ketdi. Ularga qarab kuldi. To'g'ri. Biz bir alvasti. Muhabbatni deb hayotiga chang solgan alvasti. Shu yerdan chiqiblar. Doktorxonaga berib oldim. Sababi sening gumonlanib qolishingdan bekli qo'rqatdim. Zul'aymo doktorxonada yatdi. Mendan uyaldi bo'g'ay. Shuncha yalvirsammi? Men turgan doktorxonada yatqili unimadi. Doktorxonada 2 hafta yatgandan keyin shu kungi ishdan qolgan jarohatlarim saqaydi. Lekin liq jarohat qoplagan yuragim tamamen yerilgan edi. Maktabga qaytib kelib chandirmay burunqidek o'qishimni o'qiyverdim. Biroq ichimdagi alam bir menga andin Zul'ayga ayon edi. Zul'ay o'zini mendan qochirib yurdi. Shuncha nasihat qildi. Bu ishning o sabablik emasligini najarat aytdim. Ta'tilga oz qolganda Rustam degan hayvon menga heliqi kundagi mangulik azobning shahidi bo'lgan filmni telefonimga yo'llabdi. Uning telefon nomerimni qanday bilganligiga hayron bo'lmadim. Biroq umrimda Rustamdan o'ta odamiy hayvonning yo'qligiga yig'lab turib ishondim. Filmni qattiq diskiga ko'chirib saqlab qo'ydim. Ishonaman, bir kuni shu hayvon qonun to'rg'i tushganda nadomatning shahidi bo'lgan isbotlarni qonunga topshirib, uni zar-zar yig'lataman. Adila gapini oxirlashtirdi. Zul'ay so'zlab bo'lamagan nadomatni so'zlab tugatdi. Ruxsar tamdek tatargan bo'lib, shu tap hozirli portlaydigandek o'chmanlik shariga o'xshab qolgan edi. Bu sharda faqat va faqat Rustam hayvon degan so'z yuqori besimli gaz bo'lib, sharni bag'an sira ko'ptirib o'tadi. Ruxsar telefoning sayrayotadi. Bir chaqda Adilaning o'zini tatishidan Ruxsarni o'ziga kelib telefonni oldi. Vay, qizim, yaxshi turdingmi? Akşam tushim buzilib qoptikan. Sendan ansirab telefon qilishim. Sana bir ish bo'lmagandi, ha? Telefon qilgan Salima edi. Ha, yo'q apa. Hech bo'lg'ini yo'q. Men shundoq yaxshi turyapman. Sizlar yaxshi turyapsizlar? Mendan ansirmanglar. Ruxsar ovozini atay o'zgartdi. Puchlangan yuragining hasratini mehribon onasiga aytishni xohlamadi. Biroq onaning yuragi farzandining eng buyuk parvishkori, mangulik hamrohi bo'lishibdi bilan jon jigarining aytgan so'zlaridagi barliq saxta zinnatlarni bir anglab bilalaydi. Shunga uning nomi ulug'. Shunga o eng ulug' ona. Salima mı to'ydi. Qizining ovozidan hammani bilib oldi. Qizim, Ruxsar, senmi cho'ng bo'lding? Ba'zi ishlarni mendan yo'shirsang bo'ladi. Bu sening ixtiyoring. Menmi sening tanlashingga hurmat qilaman.
Seningmi shaxsiyating bor. Biroq dadangning deganlari mangu yodingda tursin. Seni bek yaxshi ko'raman qiz. Abba, men sizni sevaman. Telefon uzildi. Ruxsar turgan joyida tashdek qatdi. Ruxsar, bir ish bo'lmaganda adash. Yo'q. Adila hech ish bo'lmadi. Ruxsar Adilaga qarab etib, ko'ziga liq-muliq yosh keldi. Ammo o'lim yo'lini tanlab bo'lgan do'sti uchun mushundaq yolg'on kulib chandirmay yurganiga qoyil bo'lib, o'zining to'limi ojiz ekanligini his qildi. Poyezdda tunji ko'rganda shakllangan ojiz, chidamas, takabbur degan so'zlar asta yo'qoldi.